yosh va go'zal, tanangiz yorqin va tiniq bo'lishini xohlaysizmi? Unda bu damlamani albatta tayyorlab iching. Bu damlama uchun bizga kerak bo'ladi oddiygina qora mayiz. Mayizni olib, yaxshilab yuvib, tozalaymiz. Qaynatib olingan qaynoq suvga oddiy idishga quyamiz, stakanga solib, 10 ta va 15 tasini sanab solamiz. 10 ta soldim, men yana qo'shimcha 5 ta solmoqchiman. 10-15 minutga dimlab qo'yamiz. 10-15 daqiqa o'tdi, dimlab ana endi esa ming dardga shifo bo'lguvchi mayizli damlamamiz tayyor. Har kuni ayol va qizlarimiz, hatto erkaklarimiz, yosh bolalar ham ichsa bu ming dardga davo. Agar bu damlamani 1 oy mobaynida to'xtovsiz har kuni ichsangiz, butun tanangizda yosharish, go'zallashish, tiniqlashish, yorqinlashish ishga tushadi. Yuzingizdagi dog' va ajinlardan asar ham qolmaydi. Immunitetingizni zo'r oshirib beradi, gemoglobin tushishi va qon kamligida zo'r davo bo'la oladi. Ayniqsa sport va og'ir mehnatdan keyin albatta bu damlamani ichsangiz, tanangizdagi og'riqlardan butunlay xalos bo'lasiz. Kayfiyatingiz ko'tariladi, energiyaga boy bo'lasiz. Bu ichimlik tanani va ichki organizmni va qonni zo'r tozalab beruvchi xususiyatga ega. Bu noyob va shifobaxsh ichimlikni 1 oy mobaynida ichib, o'zingiz tanangizdagi o'zgarishlarga guvoh bo'ling. Va bu videoni o'zingizga saqlab qo'yib, yaqinlaringizga ulashib, menga obuna bo'lib, like bosishni esa unutmang.